Assalomu alaykum. Biz uzoqda yaqindan kuzatib borib turgan aziz obunachilar, navbatdagi darvozamizni qurib o'rnashtirib oldik. Bu darvozamizni Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Yangiara qishlog'iga olib kelib o'rnashtirdik. Akamiz YouTube kanalimiz a'zosi ekan. Ko'rib, telefon qilishganda kelishtirib, chiroyli narxlarda tayyorlab berdik. Darvozamiz sizlarga bir qator materiallarni tanishtirib o'tamiz. Darvozamiz o'sha anda ko'p qilinib turgan shu 2 arkali fasonda bo'ldi. Yarim 2 qavatli. Mana shu naqshli joylari qo'lni o'sha steklarga tashlab 2 qavat qilingan. Tepalari ham shu 2 qavat. Darvozamizning listlari 1.8 lik qora qalin listda bo'ldi, har doimgidek. Rama profillarimiz 6x4 lik 1.7 stena bo'ldi. Chetidagi stoykalarimiz 12x8 lik 2.2 stena qalinlikda bo'ldi. Taglari o'sha 8x4 shvillerdan qo'yib berdik. Zamoklarimiz o'zi bir zamokda o'sha yaxshisidan. Kraskalarimiz ham o'sha xudo xolasa ancha yil xizmat qiladi. Taglariga gruntopga grantekslarni sepib berganmiz. Orqa holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Orqa holatlari tekis silliqlis. Sharnirlarimiz shu pachinlikli sharnirdan qo'yilgan. Hammasiga xudo xolasa sharnirda ochilib yopilishida qiyin narsa bo'lmaydi. Darvozamizning razmeri eniga 325, balandligi 380 razmerda bo'ldi. 1 kvadratini 900 ming so'mdan tayyorlab berdik. Jami summasi 11 ming so'mga dastavkalar bilan kelib o'rnashyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Vodiydan tashqariga ham dastavka qilib beramiz. Kanalda yangilar obuna bo'lishni unutmaysizlar azizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.